24-yil a? Kraskasi yurgani qanday? 12 mingdan oshgan, 13 ga yaqinlashgan. Kraskasi toza. Metan qo'yilgan 4 ta yumshoq balon. O'zi radnoy balon ya bu. Uzr adashibmiz aka. Motor holatlari yaxshi bo'lsa kerak, 12 ming yur. Nech pul debsiz aka buni? 8 ming kami bor. 7,5 larga. 7,5 teparoqda. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 990 994 1663. Kelishtirib beramiz deydi. Tepasi debdi. Tiyara. Ichki holatlari rezinka bor, chixol yo'q ekan. Buni qanchagacha qilib beraman dedingiz aka buni? Bo'lganini. 7200 da. Gazi bor, yumshoq balonlari bor. Yurgani qanday edi? 104 ming. Aka telefoningiz qayta aytib o'ring, boyagi syomka bo'lmay qolibdi adashmasam. 90 nechilik? 93lik 199 199 74 15. 74 15. Charchamang aka, sog' bo'ling, savdosi bersin. Labo qatorini tugatishga harakat qilamiz. Endi men Hyundai'lar bor ekan. Ularning ham egalari bo'lsa, bir ko'rsatib o'tamiz. Akajon, bu sizdanmi? Yil nechi buni Hyundai'da? 2014 gazlari bor ekan. Yumshoq balonlari bor. Motor hadoylari qanday? Hamma yo'q zo'r. Gaz balon ikkita qo'ygansiz bunga? Ikkita ya. Qancha yuryapti aka shu bilan? 200 km yuraveradi. Kraskasi qanday? Motori bilan aka? Motorlari Starix. Yangi qilingan. Yangi qilingan. Kraskasi kosmetika bo'lgan Bir qator bo'lgan a? Udar yo'q. Udar yo'q. Nech pul debsiz aka buni? Buni 14700. Bitta salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Yurishlari qanday aka? Zo'r a? O'znikimi aka bu? Tirikchilik. Tirikchilik. Nech pulga beryapsiz aka bularning narxini bir qiziq? 14,5 ga beraman. 14,5 ga. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 93lik 443 443 2220. Hyundai. Aka bu sizdanmi? Hyundai. Yil nechi buni? 2012. 4 ta yumshoq baloni, gazi bor ekan aka. Kraskasi yurgani 500 qancha ham. Kraskasi bir sepilgan a. Motorlar qanday aka buni? Motori yaxshi. Yurishlari. Yaxshi. Nech pul deysiz aka? Buni 14,5 ming. 14,5 ming. 14 atrofida bitadi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. Yetmiş 77lik 385 385 27 Aka buni motori qanaqa shunda? Santa Fe. Ichki holatlari. Yurgani 646 ming kilometr yurgan. Balonlari yumshoq 4 ta. Gazlar qo'yilgan. Bu ham sizdanmi aka? Yili? 2010-yil a? Yurgani kraskasi qanday aka? Motori hadovoy bir aytib o'ting. Motor hamma yo'q joyida. Aha. Yurgan 230 ming shunaqa. 230 ming shunaqa. Salarkada yuradi. Telefon nomeringiz boyagi? Ha, 27 27 ga chiqadi. Nech pul debsiz narxini? Buni Kelishtirib 12,5 mingga berasiz. U kimdan? O sizdan bo'lsa. Aka bu sizdanmi-ki? Yil nechi buni? 2017. Yurgani aka kraskasi qanday uni? Toza, yurganichi? 261 ming. Ma 4 ta yumshoq baloni, gazlari bor aka? Gaz bor, propan metan. Pulini qancha debsiz aka buni? 17,5. 17,5 ming. Kraskasi toza debdi, salon holatlar. Motori qanday endi buni? Hadovoy bilan motori. Hadovoy yaxshi. Starix a? U nima aka shunday debsiz? U motorni tushunmayman. Yangi qilingan deganimi endi bu? Boshqa motor qo'shadi. Boshqa, ha, Starix boshqa motor qo'yiladi. Bu yaxshiroqmi shunda aka?
Yaxshiroq-da. Eng yaxshisi. Ha, eng yaxshisi. Telefon nomeringizni ayting aka. 93lik 93lik 699 699 3885. 3885. Ozmoz kamiga ham yetmay qolgan joyini gaplashsa bo'ladi. Taqab qancha beryapsiz uni? Narxini ayting. 17 ga beradi. 17 ga. Mayli aka, charchamang. Ishi yo'q-a buni aka, mayda-chuyda ishi? Yo'q, minish kerak. Minish kerak tayyor debdi. Tentlari bor, orqa tomonlar, ichki holatlari. Kia. Nimaga qanaqa YouTube'siz ekan bu? Bizniki aka Jizzaxdan kelgandek bir obzor qilib o'taymiz-da bularni. Qulay avtolam. Jizzaxliklarga bularni ko'rsatamiz-da. Bizda kamroq-ku. Bu sizdanmi? Yo'q, bizdan. Sizdanmasa? Bizdan necha kilometr? Aka, Gulistondan keyin Jizzaxda. ha, Gulistondan keyin Necha kilometrdan Gulistondan? aka bilmadim, где-то 6 soat, 6,5 soat ko'rsatyapti. Gulistondan keyin? Yo'q, o'sh bu yerdan. Ha. 6 soat, 6,5 soat ko'rsatdi-da. Bozor bir ish bilan kelgandi, ko'rsatib o'tay debman bu yerdan. Charchamang aka. Nima susmi? Yomg'irligi odam. Yomg'irligi, ha? Bayram haftasi. Ha, shunday. Bularning egasi yo'q ekan, bu gazelmi adashmasam? Bu mashinani ikkiyaning egasi bor ekan. Bortlari uzunroq mazgina. Ko'rsatib o'tamiz agar egasi ruxsat bersa. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Uzr, bezda qildingiz ham. O'tiraversangiz ham bo'ladi aka. O'tiring. Siz yoshingiz katta aka. Shu o'tirmayapsiz, o'zim qarang. Yil necha aka buni? 2024 a? Yurgani kraskasi? Kraska yo'q, yurgani 23 ming ko'rsatdi. Puli qancha deysiz aka? 25 ming. Yangi mashina. Bu bort aka o'z qilinganda? Dokumentlari ham bor. Dokumenti ham bor. Gazlari ikkita gaz balon. Propani ham bor. Propani ham bor, ha? Propani ham, metani ham bor ekan. Balonlari yaxshi holatda. O'zi aka bu benzinda chiqqanmi, salarkada? Salarkada. Salarkada yuradimi, hozir yurmaydimi? Propan bilan metanda yurar ekan. Bortlari qilingan, dokumentlar bor debdi. Aka, qancha bir taqalgan narxini aytib qo'ying, taqab. Taqalib gapirdimi o'zi? Gapirdingiz-a? Nomeringizni aytib qo'ying. 93lik 058 24 40. Charchamang aka, sog' bo'lasiz. Kimga mana shunaqangi Kia yoqsa, mana bortlari uzun qilib qilingan. Shunaqangi bortli mashinalarni Kia'ni xohlovchilar bo'lsa, telefon qilishlari mumkin. Narxini bilmadim, bu qimmatmi, arzonmi, yangi ekan, lekin hamma narsasi qilingan debdi mashina. Aka, labosizdami bu aka? Yil nechi edi buni? 2012. Bu Damas labo qilingan aka? Ha. Yurgani qanday buni? Motor yangi, hadoylari ham yaxshi, 4 ta yumshoq baloni bor, gazi bor, ha aka? Gaz benzinga yuradi debdi, ichki holatlari. Juda ham chiroyli qilib qilingan. Pulini qancha debsiz aka? 5800 o'tib berasiz. Ko'rinishi yon tomondan. Aka, nomeringizni aytib qo'ying aka. Ha, mana shu nomer sizniki. Bu ham sizdan-da demak aka? 2007. Puli qancha aka buni? 5300. Bu 5300. Nargisi 11. Bu 2007, nargisi 2011. 3 ta bor aka. Bu 2010. Bu ko'tariladi ham aka? Samosuallisi ham bor ekan labon. Gap yo'q. Buni narxi nechi pul aka? Samosualdi? 5,5 mingdan o'tib beramiz. 5,5 mingdan o'tib beramiz debdi. Hammasiga mana shu nomerda, 4 tami bor ekan, adashmasam. Telefon nomerlari mana 97lik 473 76 73.
97lik 473 66 61 raqamlariga telefon qilishlaring mumkin. Akada laboni turidan bor ekan, Damasda labo qilinganidan. Damaslarni tugatdik degandik. Lekin qayd etganimizda bitta ikkitasini egalari kelib qoldi. Yana boyagidek ko'rsatib o'tishga harakat qildik qo'ldan kelganicha. Bilmadim bu vodiyliklar Damasda shunchalik o'xshatib bergan, odam farqini ham bilish qiyin bu labolarda. Damas bo'lgan, oldin keyin labo qilinganiga odam ishongiz ham kelmaydi. Bura buni yili. Nech pul debsiz aka buni? Qo'yasizmi? Ha, YouTube'ga qo'yamiz aka. Uni ichlarini oling, ham salonlarini oling, mana buni oladi. Yopiqmi dedim-da, qarang, yopiq ekanda-chi. Mana yopiq, mana ochib, hammasi bitta mana shu yopiq qoldi. Bu yo'q ekansa qarab o'tdim. O'zi qarab. Salonlarni ko'rsatib o'ting dedi. Ko'rsatib o'tamiz, ochiq ekani. Chixol qilingan, mana barlari bor. Tepalar ham koja, umuman atrofi, orqa tomonlari koja qilingan. Oldi holatlari hammasida metan gazi bor. Ichki holatlari buni ham ichki tomonlari, tepa tomonlar, orqa tomonlar polni ko'jini qilingan, chixollar yaxshi, lelonim qilingan, ichki holatlari ham chiroyli, juda ham chiroyli. Lelonim qilingan, chixol qilingan, tom orqa tomonlari ko'jinni, rul tablosi, ishlari ham juda ham chiroyli holatda. Labodagi oxirgi videomiz mana shu bo'ladi. Akada 1 2 3 4 5 tami labo ko'rdik, ya'ni Damas qilingan labolar. Kelishtirib beramiz debdi. Balonlari qo'yilgan, gaz qo'yilgan, tent qilingan chiroyli qilib, salon chiroyli qilingan, motorlari ham yaxshi debdi. Endi kimga kerak bo'lsa, yoqsa, ko'rib, shu Andijonda uzoq demasa kelib olib ketish ham mumkin. Labo tomonlar. Endi tugatamiz desak ham bo'lar ekan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Andijon Moshin bozoriga kelganmiz. Qo'ldan kelgancha syomka qilyapmiz. Matiz parklarni, Cobalt centerlarni ham qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Hozir labo qatorini egalari borlari bor, egalari yo'qlari bor ekan. Egalari borlarni syomka qilamiz qo'ldan kelgancha. 2015-yil edi. Bu laboni polni kraska bo'lgan ekan, asvejit bo'lgan debdi. 5,5 ming so'rayapti, 5 ming qilib beramiz debdi. Gaz balonlari bor, 4 ta yumshoq balonlari bor. Tinti bor ekan. Yumshoq balonlar holati ham yaxshi, orqa tomonlari, ichki holatlari. Yon holatlari. Aka, uzr.
Bir narsani so'rab ketay uzr. Telefon nomeringizni qayta aytib bering, boya tushmay qolibdimi? 91lik 91lik 350 350 66 30. 66 30 shumka bo'lganida mashina. Buni konseyner bormi, yo'qmi? Yo'q, ha? Aka, bu svarka qilinganmi, ulangan joyi? Yo'q, yurib turgan Damas qilingan. Yurib turgan Damasga labo qilinganda, ha? Aka 5000 atrofida beramiz dedi. Narxini 5,5 ming deb so'ralyapti ekan. Yurib turgan Damasda labo qilingan ekan. Shunaqa variant ekan. Lekin juda ham go'zal qilib taxlagan. Tan olish kerak, vodiyliklar bunaqa narsa bo'yicha O'zbekistonda adashmasam birinchi, ikkinchi o'rinda turadi. Mana bu joyda yana bitta labo bor ekan, faqat egasini bilmadik. Egasi yo'q, ko'rinmayapti. Mana bu laboni ko'rsatib o'tamiz. Egasi bor ekan. Damas labo degan ekan 2007-yil $4500 kami bor debdi. 91lik 485 49 49 Damas labo. Demak, Damasni labo qilgan. Tashqi tomonning ko'rinishlari, 4 ta yumshoq balonlari bor ekan. Aka, assalomu alaykum. Damas qilingan, Damas labo bo'lgan, aka. Charchamayapsizmi aka? Vizit qilmadikmi? Buni narxidan qancha o'tib berasiz aka? 4 ming atrofimi? 4 ming atrof, ha? Motorlari bir amortizatorlar qanday? Yaxshi, ha, yorobkalari. Buni tenti yo'q, ha aka, buni? Tepasi. Telefon nomerini yana bir ko'rsatib o'tamiz, mana shu. Charchamang aka, sog' bo'ling. Aka uxlab yotibdi ekan, endi qo'ldan kelgancha uyg'otmasdan desak so'rab bo'lmasa. Yonda jerigi bor ekan. Jerikdan so'rashga harakat qilamiz. Aka, assalomu alaykum. Biznikimi bu? Yo'q, sherigimniki. Biznikimi? Uxlab yotibdi ekan aka. Bizda qilmadik. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bu labon o'zi, ha? Damas qilingan. Damas qilingan, ya. Yil nechi buni aka? 2012. Xadovoy motor korobkalari qanday? O'ta go'zal, ha? Puli qancha deysiz? 4800. 4800, ha? Qanchagacha tushib berasiz? Tushib beramiz. 4400 lar. Kelishamiz. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 93lik 630 630 60 17. 60 17. O'ta go'zal dedi, motor xadovoylari tenti bor ekan. Yumshoq balonlari ham yaxshi holatda turibdi, deyarli yangiday. Mana orqa holatlari. Labolar qatoridan yana bittasini ko'rsatib o'tamiz. Ko'k rangidan. Aka, assalomu alaykum. Charchamaysiz, bezda qilmadikmi sizni? Yil nechi buni? 2010-yil, a? Bu labon o'zi, ha? Ha? Damas. Koreyskiy labo, injektorli bo'ladi, badashmasam, ha? Yil nechi edi? Nimaga olyapsiz buni? Videoga. Keladimi? Ha? Yo'q, kerak emas. Kerak emas, ha? Necha pul so'raysiz? Narxi prosta qiziq. 5,5 million. 5,5 ming, ha? Koreyskiy laboni 5,5 ming debdi aka. Injektorlisini. Shart emas dedi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yil necha buni? 2001. Ha. Pul qancha deysiz? 5,000. Bu labomi yo Damas labo qilinganimi bu aka? Labo kuzib bosilgan. Labo kuzib bosilgan, ha? 2001ga 2020. 2001ga 20 kuzib bosilgan. Motor xadovoylar qanday holatda aka? Yaxshi holatda, ha? Pulini qanchaga beryapsiz? Taqab ayting. Ha? Kameraga beramiz, kelishamiz. 5200 deyapmiz. 5200. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 88. 88lik 019 019 40 4001. Charchamang aka. Qancha deyapti aka? 5200. 20 kuzib bosgan ekan 2001ga. Akalar, mana shu 20 kuzib bosadi-yu, shu qanday ekan o'zi? Kuzib bosadi deymiz. Bu yaxshimi, yomonmi? Yomon joyi qanday, yaxshi joyi qanday? Shu kuzibni tushunadigan odamlar bo'lsa aytib o'tsin bir kommentariyada.
Aka kuz bosilsa unaqa bo'ladi yoki bunaqa bo'ladi deb. Bu sizlardan emasmi aka? Yana bitta labo turgan ekan, faqat egasi yo'q. Juda chiroyli, juda ham. Aka assalomu alaykum. Charchamaysizmi? Yili nechi buni? Laboni? 23. 2023-yil, ha? Labon o'zi chizsa, ko'p damas qilingan ekanda berdi. Kraskalar qanday? Yaxshi kraska yo'q. Yo'q, ha? Motori, hadovoylari, yurishlari yaxshi holatda. Puli qancha deysiz aka? 7,5. 7,5 ming. Qanchagacha tushib berasiz? Haqab ayting, Jizzaxdan ko'radi-da, Jizzax kanali. 7 ming, ha? Nomeringizni ayting. 90lik 413 03 34, ha? Gazi bormidi? Metan gaz, ha? Yana bitta labo bor ekan, faqat buni egasi yo'q ekan. Adashmasam yangi. Nasiyaga savdo bor debdi, bitta laboga kelishilgan holda. Assalomu alaykum aka. Charchamaysizmi? Bu Nasiyaga savdo bor debsiz, yil necha ekan buni aka? Yangi bu. Yangi, ha? Necha pul so'rayapsiz yangini? 24 da demak, 25 mi? 25. Necha pul so'rayapsiz? Gaz puliga qo'yilgani va variantga sotamiz-da. Aha. 1 yilga 10,5 mingga beramiz. 1 yilga 10,5 mingga. Nomeringizni aytib qo'ying. Telefon raqami 90lik 254 41 01 raqamiga variantga beramiz debdi. 10,5 mingga dedingiz, ha, yilga. Gaz qo'yilgan, ha? Gaz qo'yilgan, 4 ta yumshoq balonlari bor ekan. Akajon charchamang. Mana yana bitta labo tensi bilan 4 ta yumshoq balonlari bor ekan. Aka assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Tuzumisiz? Yil nechi buni? 19 aka. 19, ha? Bu labon o'zimi? Damas. Yo'q, Labod o'zi. Labon o'zi, ha? Labod o'zi. 2019. Kraskasi qanday buni? Kraskasi bu yerda pasajir tomonidan ozgina kraskasi bor, Ha. ichiga o'tmagan. Bo'ldi. Ha, qo'ygan Motor hadovoylar qanday uni? Qilingan aka. Qilingan, yaxshi holatda. Buni necha pul deyapsiz aka? 6,5 deyapsiz, kami bor. 6,5 deyapsiz, ha? Kelishamiz. Qanchagacha berasiz? 6dan kam bormi? 6dan Ozmoz o'tib berasiz 508 larga. Nomeringizni aytib qo'ying aka. Aka bu 77 Jizzax kanali ko'radi. Bizda endi labo bu yerda ko'p ekan, bizda boru bunaqa ko'p emas-da. Jizzax 77 lik, ha? 77lik. Aha. 477 477 65 68. 65 68. Bu ham sizdanmi? Yo'q, bu bizdan. Yonida bitta yangi labo bor ekan, bu telefon nomerini qoldirib ketibdi. Kimga kerak bo'lsa, Nasiya savdo kelishilgan holatda debdi. 94lik 562 0700 raqamiga qilishi mumkin. Kimga yoqsa mana shu yangi labo. 4 ta yumshoq balonni ham bor ekan. Gaz ham qo'yilgan ekan. Yangi labo 24 yoki 25 bo'ladi. Egasi borlaridan ko'rsatishga harakat qilamiz. Egasi borlar aka bor ekan. Aka assalomu alaykum. Yil nechi bunda laboni? 23-24. 23 ga 24. Kraskasi toza. Toza, ha? 2 ming yurgan. Qancha? 22 ming. 22 ming yurgan. Gazi bor. Nechi pul deysiz aka buni? 76 dan necha o'tib beramiz. 7600 dan, ha? Qancha? Registratorlari bor, pullari bor. Ha, video registrator pultlari bor, ha? Yumshoq balon ekan, 4 ta archa balon. Gazi bor dedik. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 95lik 95lik 063 063 71 77. 71 77. Charchama aka. Bu sizdanmi aka? Kada bitta labo bor ekan. Aka assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yil necha ekan? Bir qo'shib qo'ysak buni videoga. Shartmas, ha? Sizdanmi aka bu? Yili necha aka?
2022 ha? Yumshoq balonlari bor ekan, gazi bor, metan gaz.